xalqimiz uchun sifatli narsalarni tanlab O'zbekistonga olib borib, ularni xursand qilishlikni niyat qilganmiz. Aynan bitta katta zavodga taalluqli bo'lgan showroom do'koniga tashrif buyurganimda mendan qayerdansan deb so'rashdi. O'zbekistondanman dedim. Nimagadir menga faqatgina arzon qoplamalarni ko'rsatdi. Men aytdimki, menga yaxshiroq qoplamalarni ko'rsat, arzonni taklif qilaverma. Men bu sohada ancha yildan beri ishlayman deganimda, sizlarda ko'pincha mana shu narsani sotib olishadi deb aytishgan edi. Men ularga tushuntirdim. Tijoratchilar boshqaroq fikrlashi mumkin, ustalar boshqacharoq fikrlaydi. Men o'zim usta bo'lganim uchun nima yaxshiligini yaxshiroq tushunaman, chunki uni doim ishlatamiz va mijozni rozi qilish uchun qanaqa darajadagi, qanaqa sifatdagi mahsulot kerakligini bilamiz. Shuning uchun bu do'kondan biza shuncha assortimenti katta bo'lgan, aslida bitta zavodning showroomi hisoblangan do'kondan quyosh issiqligini to'sadigan qoplamalarni tekshirtirib, yuqori darajada quyosh issiqligini to'sadigan qoplamani xarid qilib, xudo xohlasa O'zbekistonga olib boramiz. Xarid qilib bo'ldik. Bizning mahsulotlarimiz shu yerda turibdi. O'zimizning sohamizda xalqimizga foydamiz tegsa, juda ham xursand bo'lamiz. Shunaqa gaplar. Harakat qilamiz o'zimizning sohamizda rivojlanishlikka. Safar qilaylik. Safarda o'sish, rivojlanish yana ham tezroq bo'ladi.